Yer yuzida liboy mashinaga mana yo'l harakat xavfsizligi qoidalari chiqqan, to'g'rimi? Lekin Damas'ga qonun yo'q. Damas'ga qonun. Nyutonning ikkinchi qonuniga ham to'g'ri kelmaydi bularni yurishi. Umuman farq qilmaydi. To'g'ri ketayotgan bo'lasiz. Bir tuzuk to'g'riga qarab ketyapsiz, gaplashib sho'purni. Kimdir qo'lini ko'taradi, kimdir. Farqi yo'q. Yo'lni nari betida ko'targan bo'lsin, stressnidan ko'targan bo'lsin, shuni o'tadi. Aja qaytyapti o'g'lima deb o'tib ketadi yani o'zini yo'liga. Umuman cho'tish yo'q. Bilmayman, bularga duq tonnalab berilgan. Mana odam mashina minyatib o'lib ketishi mumkin. Kimdir o'ldirib qo'yishi mumkin. Kimdir o'ldirib qo'yib o'zi ham o'lib ketishi mumkin, to'g'rimi? Xuddi shu narsani bilgandan keyin qanday qilib oldidagi mashina o'zidan 1 metr oldinda ketayotganini bilib turib, tunukadan necha qalinroq mashinaning ichida, to'rimizni kami velosiped to'rimizdan ham ishonchsiz mashinaning ichida 120 tezlikda shunday rolni qo'yib olib turib, oturib yopilmay qolibdi deb orqadagi eshikni yopib qo'yish mumkin. Bu aka, rolni mahkam tushang, iltimos. Spalningizga ham olib kirib keting, qo'yib yubormang, biz tushib olaylik, jayimizga to'g'risi.